birinchi kuni gaplashgan bo'lsa, men shokda bo'lganman o'sha yerda. Siz eshitib turing, menga siz boshqa joyda bo'lmaysiz, menzga urushganmisizlar? Militsiyaga ishing tushganmi? Onasi tushunadi-ku. Ben militsiyaga ishim tushgan. U yozda xullas karis bilan diskotekada o'tirganda men o'zim kirib qolib, ko'rib jahlim chiqib, xonim qaynab ketib urganman. U karis bilan nima qilayotgan diskotekada? Men karis urganman. U qizni shuni yoqasidan ushlaganimda chantajlab yotib olgan. Dedi bu internetga chiqqan bo'lamsan? Unaqa deb rosa vashida tosh o'tyapti. Yo, bir narsa Hey. Listen, boshqa gina. Alo. Bilganman deb ko'ryapsiz. Agar davernisim bo'lmasa, meni uni kirib yuzini ko'rsatishga, politsiya bilan gaplashishga, yuklarini olishga, borib Sherzod savol-javob qilishga, mana u kartalarni olib yurishga haqqim yo'q. Gunozoda qanday aqvoringlar deysiz? Musulmon-ku. Musulmon ro'zani kunida ichadimi? Opa, siz butuka bilan, siz yo'q, to'xtang, men kimdir tarafini Mana o'ligi ham qanaqa bo'lib ketdi? Yo'q, to'xtang. Chetda dunyoda javob berasan. Agar sen uni oldida aybing bo'lsa, sen u gunohli bo'lsa, u ham javob beradi. Bu narsalar o'tdi ketdi. Endi sen bu vaqt, senga vaqt kerak, o'zingga kelishing uchun sen aybdor emassan. Men Tekshirdik. Hammasini ekspertiza qilindi. 10-20 kunda yana dalsha chiqadi javobi, xudo xohlasa.